Qo'yingni, oyoq kiyimingni olmayman. Ada nima yotasizman, krossovkami? Arendaga olganman, 2-3 kundan keyin qaytarib berishim kerak og'aynimga. Arendaga oladimi krossovkani? Endi zamon shunaqada, cho'nchaga qarabdi hamma narsa. Voy o'ling. Uzatib. Bolam, mana iPhone 17 sanikimi? Ha, markada. Qara, iPhone 17 olasan, uyda ro'zg'or yo'q, lekin telefoning bor, ha? Voy, ada arendaga olganman, arendaga tutib yuribman. U shuni ham arendaga oldingmi? Endi hozir zamon talabi shu-ku, ada cho'nchaga qarab ber hamma narsa. Bironta bir ona arendaga olsang bo'lmaydimi, ha? Birontasini, ha? Yo'q, ha? Unaqa yo'q, ha? Ha, o'zingni xursand qil. Moro bo'lsa, voy, u qanchaga tushdi bu? Bu ada Suqoy arendaga tushdi. Bir hafta mazza qilib haydab qaytarib beraman. Qattan olding yana arendaga. Mana ada O'zbekiston mehmonxonasining shundoq tagida Luxcar Rental degan mashinani prokatga beradigan joy joylashgan. Mana mashinalar qarang, qanaqa ko'pligini, xohlagan mashinangiz bor. Benzindan tortib elektromobilgacha ham boradi. Gentradan tortib gelikgacha ham bor. Xohlagan mashinangizni olib, mazza qilib haydab qaytarib bersangiz bo'ladi. Yaxshi zo'r ekan. Lekin sen shuni o'rniga o'zing pul topib, mana Lux Rentalni o'rniga dadamga deb o'zing sotasang bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Endi zamon shunaqa bo'lib ketdi. O'y zamoninga arenda bo'lib ketdi. Arenda. Ko'p yashang, baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Rahmat kelin, rahmat. Endi ata keliningizni 5 kun vaqti bor, uy ishlarini qildirib olishimiz kerak. Ha, nimaga? Arendaga olganman. Sen jinnimisan? Serios? Tabii ketganmisan? Hazırlaşma. Hazırlaşma. Bu nasıl